Assalomu alaykum. Voy, mana pianistani alkash vechna ichgan shuni bor. Shu piyon bo'lib yuradi har doim. Ota-onlarni ham kuydirdi bu. Odam bo'lmaydi. Bu odam bo'lmaydi, o'lib ketadi bu. O'lib ketadi. Ariqda yotuvdi. Hayotda. Hayotda yotuvdi. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Ha, bugun kayfing yo'q? Yo, ichish tashladim. Ey, tog'ma qildim. Menga triz bo'lib yurish yarashmas ekan. Alkash bo'lib yurgan yaxshi edi. Qo'lida bir hunar yo'q, bir ish qilsa o'ladimi ha shu? Shuni qo'lda ish keladimi? Kelmaydi ish. Hech qanday ish kelmaydi qo'lda. Ha, shu yuradi, sakat saltan. Yaxshi, malades, zo'r ishlayapsizlar. Hamma tovarlar o'tdimi? Bo'ldi, bugun pul tushadi, hammaga tushadi. Xo'p, tushunarli. Menga qara ahvolini. Tadbirkormish. Ustiga undan ko'ra buni kiyim olsa bo'lmaydi. Ko'cha-ko'yda qanaqa qilib yuradi? Buniki faqat gap. Bu yaqinda pul ko'rdi-da, yaqinda pul ko'rdi. Endi pul ko'rgan. Eski boy emas bu, chirik boy bu, yangi boy. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum. Akajon, shunaqangi charchadim. Odamlar shunaqangi mayda gap, orqangizdan gapiradigan bo'lib qopti. Ayniqsa erkaklar. Odamlarning kiyimiga qarab ham gapirishyapti-ye. Akajon, kiyim do'kon tanlashda adashmabsiz. Bizning Zugi do'konimizda kostyum-shimlarni har xildan bor. Xohlasangiz klassika, xohlasangiz pol klassika, xohlasangiz kuyovlarimizga smokinglar ham bor. Bizning kostyum-shimlar Namanganda tikiladi. Yo, Namanganning kostyum-shimlari zo'r. Italiyada ham Namanganning kostyum-shimlari sotilar ekan. Aka, menga shunaqangi chotki kostyum-shim qilib bering. Ko'rgan odam bor-ku, hasad bilan emas, havas bilan qarashsin, iltimos. Bo'ldi gap yo'q aka. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günlüğe baraman apa Tony Montana din Gece uhlamin işledim oyladım İspatlaşım gerek verişine pul yak kanal Assalomu alaykum. Odam bo'lib qoptimi? Gapirishingni bilgandim. Nima qilish kerak, ha? Nima qilish kerak? Unda yursam ham gapirasan, bunda yursam ham gapirasan. Kimsanlar sanlar? Ukajon, neri chiqaman, biz shunaqa odamlarmiz. Nima qilsang ham gapiramiz. O'zimizni bir tayinli ishimiz yo'q, lekin odamlar gapirishga ustamiz. To'g'ri, biz ham xohlab g'iybat qilmaymiz, lekin qonga singib ketdi-da ukajon. Qoningga. Sen Nargizni eshitdingmi? Nima bo'pti? 6 oyda tug'ib qo'yibdi. Serios? Ya, baya qal sanlarga qo'shilib mana maynyapman.